Baza to'kim yo'q. 220 ga original frezer muzqaymoq apparat sotib olishim kerak deydigan mijozlarimiz uchun so'nggi modeldagi 220 bo'lsa-da 3 fazani ishini qilib beradigan original frezerlarimizni olib kelganmiz. Xitoy davlatidan so'nggi modeldagi 220 ga ishlaydigan dastlab 308 307 kilovat, keyin ekonomik rejimga 2,5 kilovatgacha tushadigan original frezerlarimizni olib kelganmiz. Buni qulayliklari nimada deydigan bo'lsangizlar, buni qozonlari muzlatadi, qozon qismlari muzlatadi. Eng yana qulaylik bo'ladigan jihati bu vozdухli varianti bo'ladi. Ya'ni soladigan smesingizni vozdухlini o'zi tushunadi. Original motorga ega hamda kompressorlari original bo'lgan, boshqaruv sistemalari juda ham mustahkam bo'lgan, sifatlari juda ham a'lo darajadagi frezerlarimizni olib qo'yganmiz. Aloqaga chiqinglar, videomizga bir dona like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Narx-navolari juda ham qulay, hamyonbop narxlarda. Narxini bilish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, sizga yanada tushunmagan joyingizni batafsil tushuntirib, narxlari haqida ma'lumot beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videomizga bir dona like bosib qo'ying.